Assalomu alaykum Jack Jasmine kanalining obunachilari. Bugun sizlarga yangiliklarni aytib o'tmoqchiman. M3 modelimizga rassrochka ochdik. Boshlang'ich 50% bilan 2 yilga hech qanaqa penyalarsiz, foizlarsiz. Plus yana Sunray modelimizga skidka davom etyapti. 5% skidkamizda 377 million 55 ming so'mga naqdga olib chiqib ketasizlar. Rassrochka qiladigan bo'lsanglar, boshlang'ich 60% bilan 1 yilga 18 oyga oladigan bo'lsanglar 70% bilan chiqazib beramiz. Yana imtiyozli kredit qilib berganmiz. Ikkalasida ham imtiyozli kreditlari bor, kamaytirilgan foiz bilan. Imtiyozli kreditni podrobniy tushuntirib bersangiz. Imtiyozli kreditimiz shu boshlang'ich eng kami 25% bilan boshlanadi. Hech qanaqa rasmiy ish joysiz. Rasmiy ish joysiz, umuman rasmiy ish joy so'ralmaydi. 5 yilgacha beriladi. Sunray ham, M3 ham. Mashinamizni obzorini qilib hozir men ko'ryapman, bu mashina juda ham katta yangiliklar bo'lgan, o'zgartirishlar kirgizilgan. Tashqi ko'rinishini shaxsan men o'zim Mercedes-Benz Sprinterga o'xshataman. Tanam o'zingizlar qaysi mashinaga o'xshatasizlar, albatta kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Yana bitta narsaga e'tibor beryapman, Jasmina, bu mashinamizda oldin qo'sh balonli bo'lardi, hozir yakka balonli. Xuddi ana Mercedes-Benz Sprinterlarda ham xuddi shunaqa yakka balonli chiqadi. Qo'sh balonli bilan yakka balonlining farqi nimada? Misol uchun nimaga aynan yakka balonli chiqarishdi buni? Ko'pchilik qo'sh balonlida tormozdan muammo qilardi. Hozir yakka balonlida u plus barabanli bo'lardi. Hozirgilarida diskoviy bo'ladi. Tormozlari ham yaxshi. YVD qo'shilgan. YVD tizimi ham qo'shilgan. Shunaqa. Juda ham yaxshi. Endi bu krug obzorlarini bitta ko'rsatib o'ramiz. Mashinamizni o'rindiqlar sonida qanaqa o'zgartirishlar bo'lgan? O'rindiqlar soni adashmasam o'sha qolgan 16 talik. Shunaqa 15 plus bo'lyapti. 16 kishilik bo'lgan. Bu yoqda bizda vyudvijnoy paroklarigacha ham bor mashinamizda. Endi ichki interyerlarini birma-bir ko'rib o'tamiz. Albatta o'rindiqlarini ko'rishingiz mumkin. O'ziga yarasha juda ham chiroyli qilib zamonaviy dizaynda ishlab chiqarilgan bu mashinamizda. Meni quvontirgan tarafi, bu mashinamizda har bitta passajir uchun alohida deflektorlari bor, ya'ni konditsioner tizimiga javob beruvchi deflektorlari bor. Bu yerda bizda USB portlari ham bor ekan. Bemalol uzoq safarlarga chiqqaningizda telefoningizlarni quvvatidan hech qanaqa xavotir olmasanglar bo'ladi. Plus bu yerda monitorimiz ham joylashgan. Monitor ham 32 talik televizorga o'xshar ekan. Shunaqa katta. Kattagina bemalol hamma programmani o'qiydi. Bu yoqda adashmasam fleshga ham ketadigan joylari bor ekan. Mashina bu juda ham zo'r. Meni quvontirgan tomoni, bu mashinamizda yana Android monitorlarigacha ham bor. Oldida Android monitorlari bor. YouTube'lari bor ekan, Play Marketlari bor ekan. Rullari gidravlika bo'lar ekan bu mashinamizda. Korobkasi 6 talik bo'lar ekan, mexanik korobkada, lekin korobkalari ham yumshoq. Yana bitta plus tomoni, bu mashinamizda o'zida zavodskoy video registratorlarigacha bor ekan. Xo'p, endi bu mashinamizni motorlarida hech qanaqa o'zgartirishlar bo'lmaganmi? Yo'q, motorlarida o'zgarish yo'q. O'sha 2 turbina motorda bo'ladi. Ot kuchi 191 ta. 191 ta ot kuchiga ega. Endi orqalarini bitta ko'rsatib o'ramiz, keyin M3 modelimizga o'tamiz. Endi orqasida men o'zim ko'ryapman, ikkitalab orqa kameralarigacha ham bor. Bu yoqda bizda parktroniklari ham bor ekan mashinamizda. Nima deydi? Avariyniy vixtlari ham bor. Xullas, bezopasnost ham высший уровеньda desam adashmagan bo'laman. Mana parktroniklarni ham ko'rishingiz mumkin. Xullas, nima qulaylik bo'lsa, hammasi bu mashinamizda mujassamlashgan desam adashmagan bo'laman. Endi M3 modelimizni ham qisqa obzor qilib o'tamiz. Jack M3 modelimizni ham mana o'zim ham xarakteristikasini yodlab olganman. Bu mashinamizda 1.8 litrli atmosferli motor bo'ladi. Eng plus tomoni, bu mashinamizning motori septi, ya'ni zubchat rimem bo'lmaydi. Xo'p, tashqi ko'rinishini o'tgan videoda adashmasam aytib o'tdim. Mercedes-Benz V-Classga o'xshataman. Endi podveskalari oldi prujina bo'ladi, orqasi bo'lsa resor bo'ladi. Lekin resorda bo'lgani bilan unchunchaga otib sakratib tashlamaydi. Bemalol yumshatib olsanglar ham bo'ladi. O'zi yumshog'ina mashina hisoblanadi. Hop, salonlari 8+1, ya'ni 9 o'rindiqli hisoblanadi. Bemalol B kategoriya bilan haydasanglar bo'ladi. Passajirlarga alohida deflektorlari bor bu mashinamizda. Xuddi Jack Sunrayga o'xshab, bunda Android monitorlarigacha ham bor.
korobkalari yumshoq, rullari elektronik bo'ladi bu mashinamizda. Benzin rasxodi ham juda ham kam. Ya'ni 7 ta 8 ta yeyapti. 107. Sanreykini aytmamiz. Sanrey necha litr rasxod qiladi? Sanreymizaniki 10 ta 12 ta boshida. Moy almashtirgandan keyin tushadi yana. Bonuslariga nima qilib beramiz? Jack Bonuslariga M3 ga ham Jack Sanreyga nima bonus qilib beramiz? Hop, Jack M3 modeliga bonuslarimiz shu orqasiga tonirovka urdirib beramiz, ikkita oynadan tashqari. Plus polni oldi orqa polik beramiz. Yana kelsangiz mana bu yerda zavodskoy tumankasi yo'q. Shu zavodskoy tumankasini ham o'zimiz qo'ydirib beramiz. Qo'ydirib berishlari bilan. Shunaqa yonib turadi. Sanreymizga bonusimiz orqasini sonsuzashitni urdirib beramiz. Poligini qilib berishimiz mumkin. Poliklarni qilib beriladi. Shunaqa. Yana ham telefon qilib batafsil ma'lumotini olsanglar, albatta Jasminaxonning o'zlari ma'lumotlarini berib o'tadilar. Pastda bo'lsa telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Menimcha bugungi qisqa obzorimiz hammalarga manzur keldi degan umiddaman. Albatta yangiliklarni kuzatib borishda davom etinglar. Kanalga obuna bo'lib, like hamda podpiska tugmasini bosishinglar esinglardan chiqmaydi degan umiddaman. Keyingi obzorlarimizda albatta qanaqa mashinalarni obzorini qilaylik, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Joninglar sog' bo'lsin. Musofirdagi qadrdonlarimiz vatanimizga eson-omon qaytib kelib, mana shunaqa zo'r mashinalarni haydash, yaqinlarimizga hadya qilish albatta hammamizga nasib ro'za aylasin deb qolamiz. Jasminaxonning ham tilaklari bor. Hammalarga xayr, sizlarni Jack Avto O'zbekistonda kutib qolamiz. Salomat bo'linglar.